Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari 16 avgust Baliqchi mol bozoridan syomkalarimiz. Akalar baraka bo'ldimi? Nechinchi bolasi? İkinci bolası. Bola novo. Ikkinchi bolasi novvos akalar. Nechta suti bor? Bolasi ham sutga to'ygan variantda 10 litr sutga, yeb ishiga, tana joni sog'ligiga bir hafta garantiya. Narxi nech pul deyapsiz aka? Narxi 34 milyon. 34 million kami bor. Nargisi ham bizda 33 milyon kam bor. Degan. 10 ta sutga deyapti obunachi, bolasi ham polvon ekan. 34 million. 34 dedingizmi aka? 34 million kami bor ekan. Monosini bolasi xunajin ekan akalar. Bunisi yangi tug'ibdi, bunisini 33 million so'm kami bor deyapti targ'ilini. Mol polvon mol. Bolasi ham chiroyli ekan. Yangi tuqqan ekan akalar, keng mol ekan. Mol olmasang targ'il mol ol deydi mana. Ostilar hamma yo'q joyda. Vesi ham bor ekan. Bunisi nech pul aka? Monosi. Bunisini 28 qilyapti aka. Bunisini 28 million baho qilyapti ekan akalar. Monosini-chi? 30 milyon 400 milyon. Buni 30 million 400 ming so'm. Nomer beramizmi aka? Nechili? 94'li. 94'li. 563 563 21 71. 21 71 ga aloqa chiqarasiz akalar. Bolasi xunajin novvos. Qaysi biri tushsa bir hafta sinovma yetkazib beraveramiz aka. Bozoringiz bersa aka. Buni bolasi nima aka? Ha, nech pul oldi? 34 milyon. Akalar baraka bo'lgan joydan bolasi xunajin yangi tuqqan ekan. 34 million so'mga baraka bo'pti akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Baraka bo'lgan joydan 34 million baraka qilish. Gap yo'q. Bu qanaqa paroda endi aka? Aka bu parodasi nima buni? Eston sigirimiz bor ekan akalar. Sut ishlayman deganlarga yaxshi variant. Bolasi xunajin ekan, shved. Novvos xunajincha ekan. Suti nechta aka buni? 20 litr sutga beramiz deyapti. Nechinchi bolasi? İkincisi. Ikkinchi bolasi. Yeb ichishi, tani joni sog'a aka. Yuvoshligi yuvosh. Nech pul narx aka? 55. 55 million narx aytishyapti akalar. Savdasi-chi aka? Savdasi 45 million so'm savdo qilishyapti. Nomer beramizmi? 90li 279 279 73 73 38. 68 ga aloqaga chiqarasiz akalar. Mana shvet shaydolarga shvetimiz bor ekan. Nechinchi bolasi aka bu? Bir. Bolasi novvos. Pachka ekan javob bolasi ham akalar, mana ishqibozlariga. Ostilari ham hamma yo'g'i joyda ekan sigirimiz. Korobkalari butun ekan. Yuvoshmi aka? Yuvosh. Sifatiga gap yo'q akalar, sigir qilaman deganga yaxshi variant. Xudo xolasa bolasi pulini to'laydi. Narxi nech pul? 45 million so'm kami bor ekan akalar. Savdasi-chi aka? 39 million savdo qildi. Qo'yilmaganmi aka bedasi? Nomer beramizmi? 99li 539 539 45 45 ga aloqaga chiqarasiz akalar. Shved shaydolari. Yaxshi variant, birinchi bolaga yoshi variantida. Bola novvoschi. 38 million hojibon savdo qilyapti ekan, berilmayapti ekan. Hoji akamga bering. Sog'ib ichganim hoji aka. Ha, biz olib sotamiz. Sog'ib ichgan 38 million savdoga berilmayapti ekan akalar. Bozoringiz bersin aka. Bermukam bermayapti. Navbatdagi shvedimiz akalar. Bolasi xunajin variant. Nechinchi bola aka? 3-chi. 8 litr sutga nech pul deyapsiz? 38 million. 36 million savdo qilyapti, berilmayapti aka. Monchisi sheriklami? Bir xil ekoni ham narxi. Ikkalasini ham. Bunisini bolasi nima? Bu ham akalar xunajin ekan. Bu qirg'iz ekan aka bu. Qirg'iz ekan akalar molimiz. 38 million so'm narx aytishyapti. 36 ni ustiga yurganga beramiz deyapti. Aka nomer beramizmi? 97 97li 998 998 48 48 32. 32 akalar aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi variant. Sifatiga gap yo'q ekan molimiz. Olganga sotganga baraka bersin. Keng mol ekan janob. Ostilari ham chiroyli ekan. Yaxshi variant akalar. Sementalimiz bor ekan, rossiyskiy semental ishqibozlariga. Bolasi gibrid ekan. Bola novvosmi unajimmi aka? Bolasi novvos gibrid ekan akalar. Onasi semental ekan. Nechta suti bor aka? 10 litr sutga beradi. Bo'g'az qisilligi? Qisir. Ostilari hamma yo'q joyida ekan. Korobkalari butun ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka?
45 million so'm narx aytishyapti aka. Savdosi aka? Balat necha pul qildi aka? 40 millionga savdo qildi akalar semental ishqibozlariga. Nomer beraveramizmi aka? Sotilib ketadi. Xudo xolasa bozoringiz bersa aka. Aka buni bolasi nima? Bolasi buni nechinchi bola? Akalar mana sutga ishlayman deganiga. Bolasi ham sutga to'ygan variantidan. 4-bolasiga deyapti. Ostilari hamma yo'q joyda ekan akalar. Tutamlari ham zo'r. Bokingda an deydi-yu mana boshlar akalar. Narxi nech pul deyapsiz aka? Narxi 38 million so'm savdo qilishyapti. 38 million savdo qilishsa, 10 ta sut beradimi? Oshqiroq. 10 ta, 12 ta sut berib, 10 taga beraveramiz ha. 10 taga beriladi, 15 litrgacha bor. 38 million savdoga berilmayapti ekan akalar. Ustiga yurganga sigir qilaman deganga beramizmi? Nechilik nomer beramizmi? Nomer 93lik. 93lik. 255 255 24 66 ga chiqaverasiz akalar. Dastlabkilarni qilib bir hafta sinovga yetkazib beraveramiz deyapti. Aka bozoringizni bersin. Obunalar navbatdagi yoshidan so'raganlarga birinchi bolasi ovoz ekan akalar. Nechta suti bor aka? 5 litr sutga beramiz deyishyapti. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga, yuvosh deyishyapti akalar. Ostilari hamma yo'g'i joyida ekan jonivorni. Narxi nech pul deyapsiz aka? 30 million ozgina kami bor akalar. Nomer beraveram, moyam sizdanmi? Bu ko'proq tuqqan ekan aka, bu nechta tuqqan bu? 4 ta 5 ta tuqqan ekan akalar, qirg'iz mol ekan. Bolasi xunajin ekan. 10 litr sutga beramiz deyishyapti. Bu qirg'iz mollar beradi. Qarov yaxshi bo'lsa, baqu yaxshi bo'lsa. Buni narxi nech pul? Gapirsam hozir sizga endi 31,5 million savdo qilib berilmayapti akalar. Narigisini 30 millionga ozgina kam savdo qilib berilmayapti deyapti. Nomer beramizmi? Moyammi? Akalar 3 ta sigiri bor ekan akalar. Bunisini ham bolasi xunajin ekan. Yo 26,5 million savdo qilishyapti. 5 ta 6 litr sut beradi, o'zimiz zaydari mollardan ekan. Bolasi ham yoniga kirib qoldi. 26,5 millionga berilmayapti akalar. Ostilari chiroyli. 5 ta litr sutni beraveradigan variantida. Nomer bormi? Nomer beramizmi? 26,5 million savdo bo'lib berilmayapti. Ustiga yurganga sotamiz aka, 26,5 ga berilmadi. Nomer aytasizmi? 90 4lik 527 40 00. Aloqaga chiqaverasiz akalar. 40 00. Savdosi qiziganlarida akalar, savdosi qizigan variantida. Xash. Akalar, mana ona bolamiz savdo bo'lyapti akalar. Esmoq aka. Hoji akamiz oldi, nech pulga oldi? 32,5 millionga baraka bo'ldi akalar. Baraka bo'lgan joydan, savdosi qizigan joydan sog'ib ichgan olishdi, bolasi xunajin ekan akalar. Ikkinchi bolasi ekan. 32,5 millionga baraka bu. Olganga, sotganga baraka bersa akalar. Hayvonlar seroq bozorlarimizda. Navbatdagi qirg'iz molimiz bor ekan akalar. Bolasi xunajin variantida. Mana chiroyli ekan, korobkalari butun ekan jonivor. Ostilari hamma yo'g'i joyida. Molimiz endi 4 ta 5 ta tuqqan ekan akalar. Savdosi qizigan joyda. Nech pul? 3,5 ga sotasiz mana bularni? 3,5 million savdo qilyapti akalar, savdosi qizigan joyda. Bering aka, 33,5 bo'lsa. Qirg'iz mol ekan. 8 ta 10 ta sutni beraveradigan variant. 3,5 million savdo qilyapti akalar, savdosi qizigan joyda. 200 ming beramiz. Bolasiga 13 million 200 ming so'm savdo qilishyapti, berilmayapti. Olganga sotganga bolasiga 13 million 200 ming beryapti, 33,5 million yana bolaga beryapti akalar. Bermayapti akamiz. Olganga sotganga bolaga bersa akalar, mollar seroq, bozorlarimiz jinday dimlanyapti. Qirg'izistondan vohadan tushyapti akalar. Savdosi qizigan joydan, bolasi novvosidan. Musobaqani nech pul?
31 million savdo qilishyapti aka. Nechinchi bolasi? 6 kurak deyishyapti. 6 ta mashina 8 ta tishiga 3-4 bolasi aka. 31 millionga bolasini ovosida. Ostilari chiroyli ekan akalar. Sizga bir sog'ib ichaman deganga yaxshi variant. Akalar, savdosi qizigan joyda. Bering endi aka. 31 millionga berilmayapti. Navbatdagi qirg'iz bolimiz bor ekan. Ushdan ham ko'ra mana shu yaxshi qo'ydi. Bolasini novvosidan 38 million. 38 million savdo qilishyapti ekan akalar. 38 millionga berilmayapti ekan. Onasi bo'g'azmi, qisirmi? 2 oylik bo'g'oz ekan. 38 million savdosiga berilmayapti akalar. 3 yosh ekan. Hindistondan tushibdi. Olganga sotganga baraka bersin, ro'z bozor bersin aka. Akalar, navbatdagi shvetimiz bor ekan akalar. Bolasini ovosda. Nechinchi bola aka? Ikkinchi bolasiga nechta suti bor? 10 litr sutga beramiz deyishyapti akalar. Molimiz chiroyli narsa ekan janovar. Hamma yo'g'i joyida, polvon narsa ekan. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan. Bolasini ovos variantda akalar. Bolasini sizga to'lib qolibdi janovar. Necha kunlik bolasi aka? 15 kunlik bo'libdi akalar. Hali kindiga tushmabdi janovar. Ostilari hamma yo'g'i joyida. Molimiz kichkina mol emas akalar. Ana shuni ham berasiz. Ha, qancha pul deyapsiz aka? 60 million kam. 60 million so'm kami bor ekan aka. Yo'q, 60 millionga. Savdasi-chi aka? Savdasi. So'ydas qancha qilgan akam? Savdasi nech pul bo'ldi aka? 46 millionga berilmayapti akalar. 60 million narx aytishyapti, 46 millionga berilmayapti. Aksiyasi bo'lishni unutmanglar, sizlar uchun mehnatdamiz. Keyingisini ham bolasini ovoschi aka. Nechta suti bor burasini? 10 litr sutiga bolasini ovosdan akalar. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasiga deyapti akalar. Hamma yo'g'i joyida ekan. Hop qora ekan, bolasi olacha ekan akalar. Sifati gap yo'q, shohdor ekan jinday. O'tiboshi tekkisida. Nech pul narxi aka buni? 45 million narx aytishyapti. Savdasi-chi aka? 42. 42 ga sotilmayapti akalar. 45 million narx aytishyapti. Hozir keyingi videolarda ko'rishguncha obunachilar, qo'ldan kelgancha syomka qildik. Kanalga obuna bo'lib, partiyasi bo'lishni prosmotr ko'p akalar. Like kam bo'lyapti. Qisqa savdolarimiz bor ekan mana akalar. 10 ta 12 ta sutga. Ikkinchi bolasiga deyapti. 10 litr sutga deyishyapti. Yer ichishiga, sog'ligiga bir haftaga beraveramiz aka. 10 litr sut beradi deyishyapti. Hoji aka, narxini nech pul deyapmiz? Ya aytdim 25 ringlar dedim. Bolasini ovoz sotib oldim ekan. 25 dan kamiga bo'lmaydi. 25,5 million. 25 million beringlar deyapti. Bolasini ovoz ekan sotishi bor. 22 million savdo qilishni chaman akalar. Bu boshiyatda sutni beradi janovar. Qaro yaxshi bo'lsa sutni beraveradigan variantidan. Olganga sotganga baraka bersin akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, partiyasi bo'lishni unutmang. Nech pul oldi aka? Ah? 30 sotyapman. Nech? Bo'g'az qisar. 3 oylik bo'g'az, uni bolasi ham katalog bo'lib turibdi. Nech pul deyapsiz aka? Yupami? Ha. 50 million. 50 million so'm ekan akalar. Onasi 3 oylik bo'g'az ekan, 3 yoshidan ikkinchi bolasiga bo'g'az ekan. Bolasi xunajin ekan akalar. Shu onasi ham, bolasi ham qo'ysa qochaveradigan variantdan. Ostilari hamma yo'g'i joy. Nechta suti bor aka? Suti nechta? 8 ta. 8 litr sutga beramiz deyishadi. Uziga olaveradi. Nomer beramizmi? Nomer beramizmi? Ayting nomeringizni. 95lik. 718 10 52 ga aloqaga chiqaverasiz akalar. Molimizga gap yo'q, sifatiga. Sir qilib olmaganlar maza qiladi 3 yoshidan. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan. Olganga sotganga baraka bersa obunachi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Qo'ldan kelganicha sizlarga obzor qilib berdik. Mollarimiz sepsilib qoldi va bozor oxirlab qoldi akalar. Obuna bo'lishni unutmanglar.